Xo'p, deyarli yetib kelib qoldim desam, o'zi yetib kelib bo'pman ekan. Mana qishlog'imga nihoyat yetib keldim. O'zi qishlog'imda edim, 13-da edim. Mana уже 97 ga qaytib keldim. Mashina bu yerdan menimcha o't olmasa kerak, lekin bir amallab o'tkazaman. Tak bo'ldi, mana shu yerda turadi bu mashinam. Xo'p, bo'ldi. Всё normal, eshikni yopib qo'yaylik. Yopale. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Joha va sizlar meni yangi sveji videomga xush kelibsizlar. Albatta videoga like bosishinglar kerak va pastda ko'ryapsizlarmi, obuna degan tugma turibdi. Ko'rmayapsizlarmi? Ko'rsatib qo'yaymi? O'sha bitta bosasizlar, ostda 6 ta kanal chiqadi. 6 ta kanalda udar videolar chiqadi. O'shani, короче, har birini ko'rmoqchi bo'lsanglar, kanalga tez obuna bo'linglar. Tak, nima buncha yangi mashinalarni qayerdan olyapsan, Joha desanglar, arendaga olib bir kun minayapman. Bu mashinaning nomini bilmadim, lekin juda ham zo'r mashina ekan. Bagajlari ochiladi, orqasiga yuk o'rsam ham bo'ladi. Ichidagi salonlari ham juda ham chiroyli. Hozir salonni ochib ko'rsataman, mana qaranglar. Wow. Mana bu yerda yozilgan ekan qanaqa modelligi, Force ekan. Force modelidan ekan. Lekin biroz g'alatiroq mashina ekan. Tezligini sinab ko'rishim kerak edi-yu, lekin sinab ko'rganim yo'q. Qishloqda nima gaplar bo'ldi ekan, nima yangiliklar bor ekan bilmadim-u. Avval polizimni yig'ishtirishim kerak, chunki polizdan boshqa qiladigan hozircha ishim yo'q. Avval polizni yig'ishtirish kerak. Tak, okey. Bo'ldi, normal. Polizda hosillar qanchaligini hozir oxirida ko'ramiz. Birinchi yig'ishtirib olish kerak. Yig'ishtirib bo'lgandan keyin ko'raman. Shunaqa tezlikda tita oladiganlar bormi, qaranglar. Shunaqa tezlikda tita oladiganlar bormi? Mana shunaqangi tezlikda. Hech kim bunaqa tezlikda tita olmasa kerak. Agar tita olsanglar, kommentariyaga men tita olaman deb yozib qoldiringlar chiqani. Keyin men sizlar bilan bellashib ko'raman. Atak bellasha olsanglar agar. Tak, okey. Stop. Bu yerda qizil narsa bu pomidormi yoki qonmi? O'tda bilmadim. Menimcha pomidor bo'lsa kerak, chunki polizning yonida turibdi. Polizda lekin pomidor ekilmagan. Stop. Mana u uy nimaga bunaqa yopib tashalgan? Oldida qanaqadir panjaralar. Yo, cho'ta nimadir g'alati. Qishloqda oxirgi marta kelganimda bunaqangi narsa bo'lgan yo'q. Ya'ni 2 kun oldin, 2 kunga boshqa qishloqqa borib kelganimga qishloqqa shunaqangi voqealar bo'lib turibdi. Tak, hozir ko'ramiz nima bo'lganini albatta. Tak, bugun soliq to'lashim kerak, janob merga olib borib berishim kerak hosillarni. Tak, qo'yamiz. Soliq sifatida hosil berish kerak. Hosilni nimaga soliq sifatida beriladi desanglar, endi yerdan foydalanyapmiz. 3 ta hosil olsak, bittasini olib borib merga beramiz. Shunda biz soliq to'lagan bo'lamiz va keyingi 2 ta hosilni olsak bo'ladi bemalol o'zimizga. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom Joha, nima bilan tez kelding? Ko'proq yashamoqchi edik 3 qishloqda. Endi bir ikkita ishlarim bor edi, o'shaning uchun tezroq qaytdim. Ha, yaxshi. Eshitdingmi, qishloqda bitta muammo bo'lgan. Qanaqa muammo? Bitta qishloqni o'ldirib ketishibdi. Kim o'ldirib ketgani noma'lum. Uning atrofini o'rab qo'yibmiz hozircha. O'shani sen kelib aniqlashing uchun o'rab qo'ygandik. Kirib aniqlashing, uyiga kirib. Mayli, hozir men soliqlarni olib kelgandim, ularni joylashtirib olaydi avval. Tak, sabzi, kartoshka va bug'doylar. Bo'ldi, joylashtirdim. Hozir borib aniqlayman. Xo'p, agar jinoyatchini topsang, iloji bo'lsa o'ldirib yubor, chunki bunaqa jinoyatchilar bizning qishlog'imizga agar yana turadigan bo'lsa, yana kimnidir o'ldirib qo'yishi mumkin. Meni o'ldirmasin, chunki men sizlarga kerakman, to'g'rimi? Endi uni bilmadim, bizga kerakmi yo'qmi. Siz ketsangiz ham o'rningizga qanaqadir mer tayinlab olamiz. Buncha niyat sovuq bo'lsa, bor tezroq topgin. Mayli, hozir borib topaman. Qaysi qo'shnimida o'zi meni? Uyning yonidagi qo'shni bo'lgandan keyin uyning yonida bo'ladi-ku. To'g'ri. Mayli, hozir borib aniqlashtiraman. Jitellar navbatda turibdi ekan. Xo'sh, mana o'sha uy yoniga bunaqangi bu yo'lda transport hodisasi yuz bersa qo'yiladigan narsa yoki yo'lda sozlash ishlari olib borilayotganda qo'yiladigan narsa. Nimaga buni hozir qotillik bo'lgan joyga olib kelib qo'yishgan? Bilmadim. Panjara tashashibdi-yu, eshik bunaqangi qotir. Bu mana o'sha o'lik. Tak, mana uni sindirish uchun menga tapor kerak. Taporimni olib kelmasam bo'lmaydi. Xo'sh, aynan jinoyatchi qayerdaligini lekin bilmayman. Qayerdan topishimni ham bilmayman. Balki shu yaqin atrofda qayerdadir yashinib o'tirgandir yoki qochib ketgandir shahargami, boshqa joygami. Tak, hozir aniqlashtiramiz. Hop. Hozir birinchi navbatda o'lgan jitelni ko'rish kerak. Jitelni qanday holatda o'lgani, qanaqa holatda yotgani, qayerdan jarohat olganini bilish kerak-da avval. Tak, yerda qon bor ekan. Basharasini qaranglar mana uni. Manyakmi? Manyakka o'xshar ekan, lekin
manyak emas unchalik. No, bilmadim, manyakka o'xshar ekan. Nahotki manyakka aylanib qolgan bo'lsa. Demak, stop. Demak, buni manyak o'ldirib ketgan. Manyak o'ldirib ketgani uchun ham bu manyakka aylanib qolgan keyinchalik. Topdim. Daho. Endi o'sha manyakni topishim kerak. Lekin qayerdan topaman? To'xtanglar, bu qon. Mani polizimning yonida ham qon bor edi. Esinglardami? Tak, to'xtanglar. Mana bu narsani shu yerda qoldirib ketsam, keyinchalik kelib olsam bo'ladi. Qani edi? Mana o'sha qon. Voy, nimaga? Stop. Bu yerda ham qon bor ekan. Man o'zi topdim manyakni. Demak, iz qoldirib ketgan. Shu yaqin atrofda qayerdadir yana qon izlari bo'lishi. Mana. To'xtanglar. Bunaqada men qidiradigan bo'lsam, agar topa oladigan bo'lsam, manyak menga ham hujum qilishi mumkin. O'shaning uchun qo'limga qurol olib olishim kerak. Shunda manyakni o'ldirib yuborsam bo'ladi. Qon izlaridan foydalanib topaman hozir. Mashinamga garaj qurishim kerak edi-yu. Mayli. Doim garaj quraman, lekin mashina qaytarib egasiga berganimdan keyin, sotganimdan keyin garajim yo'qolib qoladi. Bu nima degan gap bilmadim. Tak, qurolni paka qo'limga ushlamay tursam ham bo'ladi. Qurol vobsheta yarashadi menga, ko'ryapsizlarmi? Wow, dahshat. Xo'sh, ana endi shu telefonni orqamdan olib qo'ysam yaxshi bo'lardi, chunki biroz xunuk ko'rinyapti. Ana endi takoy bo'ldi. Xo'sh, qayerda edi? Bittasi bu yerda, bittasi uyimning orqasida. Meni uyimga kirib olgan bo'lsa, dabdala bo'lardi. Keyin uxlay olmasdim bu kecha, lekin bu tomonga qarab ketgan. Izlar tak qon bu yerda bo'lsa, demak, mana shu tomonga qayergadir qarab ketgan bo'lsa, mana va davomi mana. Topdim, ikkitasini topdim. Nima, u qishloqda aylanib chiqqanmi shundaysiga keyin? Shunda, mana bu yerda ham qon bor ekan. Tak, birinchi bu qonlarni ortidan boraylikchi. Shu suvga kirib qonni bir yuvib chiqib ketsa bo'lmasmikan? Yo'lda shunaqa qon tomizlab yurmasdan. Tak, bu yerda ham qon, yana qayerdadir qon bo'lsa kerak. Mana o'sha joyda. Tak, rostdan ham qishloqni aylanib chiqqan shekilli. Mana bu yerda ham qon. Menimcha butun boshli qishloqlarni hammasini yemoqchi bo'lib, atrofda o'rab chiqmoqchi bo'lganmi? Endi bilmadim, hozir ko'ramiz yana. Mana bu yerda ham qon bor ekan. Bu qonlar tugaydimi yo'qmi? Shunchalik ham qoni ko'p ekanmi yoki idishga qonlarni to'plab turib, shaxtaga uchib ketdimmi? What the? To'xtab yerdan qanday chiqaman endi? Qayerga kirib ketdim? Yo'limga qaramay, faqat qonga qarab ketyapman. Qayerga kirib ketganimni o'zim ham bilmay qani edi? Bu tomonda edi. Mana yana bitta qon. Nima deyotgandim? Bakalishga qonni joylab turib yo'lga to'kib ketganmi? Nima qilgan bu? Men tushunmadim. Mana bu yerda ham qon bor ekan. Tak, yana qayerda qon bor? Tak, bu atrofda nimagadir qonlar ko'rinmayapti. Balki qoni tugab qolgandir yerga kelib turib, Yo'q, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Mana bu tomonga qarab ketgan ekan, demak. Mana bu yerda bor ekan. Xo'sh, va oxirgisi qayerda edi? Mana bu yerda, oxirgisi emas. Oxirgi ko'rganim. Tak, bu yerdan keyin o'rmonga qarab ketganmi, qishloqqa kirib ketganmi? Mana bu yerga kelgan ekan. Xo'sh, bu yerdan keyin qayerga ketgan? Xo'sh. Mana. Nahotki shuncha qonni qayerdan olgan bo'lsak-ku? Stop. Mana. Tak. Normali topdim, demak. Mana shu uyda ekan, demak. Ham bu tomonlarda qon bormi ekan? O'zim ham mana bu tomondan kelgandim, 13-qishloqdan. Yo'lda qon ko'rganim yo'q. Mana bu tomonlardachi. Bu tomonlarda ham yo'q. Bu uyning atrofida. Tak, boshqa joyda yo'q. Menimcha shu uyning ichida bo'lsa kerak. Manyakmi, o'g'rimi yoki nima edi? Qotilmi yoki mana qo'shnim bilanmi? Hoy qo'shni, yaqin atrofda qon ko'rmadingizmi? Eski buzilayotgan uyning ichida qon ko'rgandim. Ichiga ham kirdingizmi? Kirgandim, o'sha yoqda qon ko'rgandim. Tushunarli. Mayli, hozir borib men ham izlab ko'raman, shu yerni ichiga kiraman. Lekin biroz cho'chiyapman, to'g'risi. Agar manyak bo'lsa, menga hujum qilib qolsa, qo'limda qurolim bor-ku, nimadan cho'chiyman? Tak. Mana o'sha manyak. Jetel? Men qotilman. Qotil bo'lsang o'lishing keraksan ham. Demak, jetel manyakni o'ldirgan. Men nimaga jetelni o'ldirdim unda? Bu yaxshi ish qilgan-ku manyakni o'ldirib. Obbo, jinnimanmi, nima balo? Mayli, hozir borib merga aytaman, men qotilni o'ldirdim deyman. Keyin mer muhimi xursand bo'ladi. Qotil yo'q, endi qishlog'imizda jinoyat bo'lmaydi deydi. Lekin men oddiy odamni o'ldirib qo'ydim-ku. Mayli, bir amallaymiz. Tak, janob mer, men qotilni o'ldirdim. Malades Johan, yaxshi ish qilibsan. Endi senga yangi ish bor. Qanaqa ish? Bor, mana bu uyimning orqasi. Bor. O'sha yerga bitta poliz qurib bermasang bo'lmaydi. Esizdami, o'zi 1-2 kun oldin zo'r qilib yasab bergandim.
Ha, lekin buzib ketishdi-da uni. Kim buzib ketadi? Uni o'zingiz buzmasangiz, atrofini o'rab bergandim. Bilmadim, kimdir buzib ketibdi. To'g'ri, o'zim buzib qo'ydim bilmasdan. Bilmadim, lekin hozir vaqtim yo'q. O'zimni mashinam uchun garaj qurishim kerak. Garaj muhimmi yoki meni buyrug'im muhimmi? Ikkalasi ham muhim, lekin ikkalasini ham qilmayman unda. To'g'ri qilasan. Bo'lmasa, давайте menga polis qur. Ikkalasini ham qilmayman deyapman-ku. Meni ishimni qilishing kerak. Bor, tezroq qur. Mayli, hozir quraman. Doim bir oyda 5 marta qurib beraman shu janob merga polis. Kech tushdi. Bugun qurmayman, chunki ana manyakni o'ligini qayergadir yo'q qilish kerak iloji bo'lsa, chunki manyak qishloqlarni qo'rqitishi mumkin. O'zi o'lib bo'lgan, lekin qaytib tirilib qolsa deymanda, qurolni qaytarib bosib qo'yaylik. Qurol uchun o'q-dorilarim qayerda edi? Mana bu yerda ekan. O'q-dorilar hali ko'p. Bemalol yana o'q otib foydalansam bo'ladi. Tak, hozir Minecraftda bir ikkita video qilsam yaxshi bo'lardi. Bekorga o'tiribman baribir. Polisni baribir erta quraman, chunki o'sha kech tushib bo'ldi. Oy qayoqdan chiqib kelardi? Mana bu yerdan mana shuncha chiqib keldi. Oyda nimagadir Uno degan yozuv bor yoki Upomo. Bilmadim, qanaqadir to'lqinsimon yozuv. Qanaqa yozuv bor? Davayt kommentariy yozib qoldiringlarchi. Men tushunmadim bu yozuv qanaqaligiga. Xullas, sizlar uchun Minecraftda video olaman yaxshisi, keyin esa uxlayman. Ertalab turib janob mer uchun polis qurishni boshlayman.